UzAvto bo'yicha savolni biroz konkretlashtirmoqchi edim. Odamlar UzAvto Motors yopilishi yoki uni umuman batamom yo'qolib ketishini so'ramayapti, balki uning narx siyosati nega maxfiy hujjatlar bilan tartibga solingan va nima uchun unga monopol yuqori narx qo'yilganligini hech kim nazorat qila olmayapti deyapti. Hattoki bunga qo'mitani ham kerak bo'lsa sudda ham anaqasi vakolatlari yetmadi. Siz bunga qanaqa munosabat bildirasiz? Avtomobil bozorida bilasiz, raqobat juda kuchli. O'zbekiston ham bugun eksportyor avtomobil sanoatiga ega bo'lgan bir tashkilot. U yerda narxlarning shakllanishi bilan bog'liq bo'lgan tijorat sirlarini ochiq gaplashmaslik, ochiq o'rtaga qo'ymaslik bu nizomda ham, jamiyat o'zining nizomida ham belgilangan va raqobat to'g'risidagi qonunda ham belgilangan. Lekin tekshiruvlar jarayonida monopoliya qo'mitasi yopiq yig'ilish bo'lish kerak bo'lgan masalada, ya'ni korxonaning tijorat sirlari muhokama qilinishi kerak bo'lgan masalaga Qonunchilik palatasining deputatlarini taklif qilgan. Qonunchilik palatasi deputatlari bu ochiq shaxslar, ular hech qachon ma'lumotni xalqdan yashirishmaydi, olgan, ochgan hamma narsani. Korxona buni orqasidan juda katta zarar ko'rdi. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda tahlillar shuni ko'rsatyapti. Biz o'zimizdagi bitta korxonani o'zimizdagi qonunlarga qarshi borib bankrot bo'lishini xohlayapmizmi? Avtosanoatni rivojlantirish uchun agar qaysidir qarorlarni yopiq qabul qilish kerak bo'lsa, meni fikrim bo'yicha biz bunga e'tiroz bildirmasligimiz kerak. Bu odamlarning manfaati uchun qabul qilinayotgan qaror deb hisoblayman.